Umar ibn Abdulaziz xalifalik davrlarida o'zlarini xonalarida ikkita sham ishlatar ekan. O'zini shaxsiy ishlari bilan kelgan odam bir shaxsiy ishi bilan kelsa, davlat ishi uchun keldingizmi yoki o'zingizni shaxsiy bir masalangiz bo'yicha maslahat olgani keldingizmi deb so'rar ekanlar. Agar o'zimni shaxsiy ishim bilan keldim desa, haligi shamni o'chirib, yonlaridan bir sham chiqarib o'shani yoqib qo'yar ekan. Hattoki qarang, davlat mulkiga qay darajada e'tibor beryapti. Bitta sham. Mana shu sifatlar bilan bular o'sha adolatli degan nomga sazovor bo'lishgan. Hazrati Umar ibn Xattob raziyallohu anhu o'g'illari atir savdosi bilan shug'ullanaman deganlarida yo'l qo'ymagan ekan. Agar atir bilan shug'ullanadigan bo'lsang, xalifani o'g'li deb sendan ko'proq olishadi. Va bu san uchun to'g'ri bo'lmaydi. Qarang. Bo'lmasa halol. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu yana xalifalik davrlarida bir kishi gunoh qilib had jazosi loyiq bo'ldi. Uni o'sha jazolagani olib ketayotgan vaqtlarida qaytarib aytgan ekanlarki, maxfiy holatda buni jazolanglar, had uringlar. Farzandlari bor, insonlar ko'rib, farzandlari ertangi kunda jamiyatda sharmanda bo'lmasin deb o'sha insonni farzandlarining hurmati nima qilyaptilar? Haddi ko'rinmaydigan insonlar ko'rmaydigan holatda, maxfiy holatda ijro etinglar degan ekanlar. Umar raziyallohu anhu xalifalikni qabul qilgan kechalari yig'lagan ekanlar. Xalifa bo'lgan kunlari yig'lagan ekansizlar. Sahobalar so'rashganda shunday javob berdilarki, endi agar xalifalik davrimda bir qo'y daryoga tushib o'lsa yoki uni bo'ri bo'g'izlasa, Alloh uni qiyomat kuni nega ehtiyot qilmading deb mendan so'raydi degan ekanlar. Qarang, fikrlash tushunchalari qay darajada. O'sha tog'dagi bitta qo'yga ham endi men mas'ulman, men javobgar bo'ldim deb nima qiladi? O'shani o'ylab, fikrlab yig'layaptilar. Bunaqa misollar tarixda, siyratda juda ham ko'p azizlar. Shuning uchun tavsiya qilamiz, eslatamiz. Siyratga oid manbalarni olib, agar o'qiydigan bo'lsak, har bir betida biz mana shu adolatga ko'zimiz tushadi. Va yana Xudo xohlasa, ilmimiz yana ham ziyoda bo'ladi. Mana o'zimizni vatanimizdan chiqqan buyuk bobolarimizdan Amir Temur hazratlari ham mamlakatda shunday bir adolatni joriy qilgan ekanlarki, bir kishi bir xum tilla bilan mamlakatni bu chetidan narigi chetigacha borsa, bir dona tanga kamaymas ekan. Hammamiz eshitganmiz o'sha kuch adolatda degan shiorlari borligini. Dinda usuli din degan narsa bor. Eng asosiy dinning asoslari. Shunda ham birinchisi tavhid, ikkinchisi adl deb keladi. Birinchisi avval tavhid deydi, ikkinchisi adl. Adl nima desa, o'sha adolat qilishlik. Banda dunyoviy va diniy ish bir qatorda kelganda, avval o'sha din buyurgan ishni qilishligi o'sha ham adl hisoblanadi, adolat hisoblanadi. O'zingizni xohishingiz, nafsni xohishi bilan agar ketadigan bo'lsangiz, bu adolat hisoblanmaydi. Insonning haqiqiy musulmonligi o'sha o'rinda bilinadi. Nafs xohishi keladi, bu yoqda din buyurgan narsa turadi. O'zini nafsini havoyi nafsga berilib agar ketadigan bo'lsa, demak bu to'la to'kis mukammal dinga amal qilmayotganligidan darak. Amir Temur hazratlari yana Hirotni fath qilganlarida Malik G'iyosiddin Husayn Kurdi butun mamlakatga jabr zulm qilgani uchun fath qildim degan ekan. Abu Bakr Tayyoboti degan shayx o'sha mamlakatda istiqomat qilar ekan. Hazrat, nima uchun bu
kishiga siz nasihat qilmadingiz deganlarida judayam ko'p nasihat qildik, bizni nasihatimizga quloq solmadi deb aytgan ekan. Amir Temur hazratlari bu fathdan keyin Abu Bakr Tayyobotiyni o'zlariga shayx qilib, ustoz qilib pir qilib olgan ekanlar.